Бұл үлкен істің алғашқы қадамы. Алла тағала осы уақытты берекелі етсін. Иншаллах осы құрылысымызға әрбіріміз өзіміздің үлесімізді қосып қалайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін күнделікті садақа қоры үшін ерекше әрі қуанышты күн. Себебі вақф құрылысының алғашқы жұмысы, яғни котлован жұмыстарын бастағалы тұрмыз. Осы әрбір жұмыстың басталудан алдын аталарымыздан, үлкен кісілерден дуасын алып, батасын алып бастайық. Mana bugungi kunda mana bu Savliya mikrorayonida yer olganmiz. Xabaringlar bor. Bundan oldin yigitlar chiqib aytgan. Shu joyni qurilishida 32 ta xonadon qurilyapti. Mana shu Xudo xolasa bu yigitlarga Alloh taolodan ishlariga tavfiq, barokat so'ragan holatda mana shu yerga keldik. Bugungi kunda mana plan qo'limizda. Hukumat tomonidan hamma dokumentlar qo'limizga teggan, ruxsat, hamma narsa joyida. Alhamdulillah, ko'ngillar to'q bo'lsin. Har doim birgalikda bo'linglar. So'zinglar bilan, duonglar bilan, mol dunyolar bilan birga bo'linglar. Ajab emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgandek, "Va man ya'mal misqala zarratin khayran yara" dedi. Albatta zarrachalik bir yaxshilik qiladigan bo'lsanglar, uni ko'rasizlar dedi. Alloh taolodan so'raymizki, mana shu qilinayotgan vaqf to qiyomatgacha qancha turadigan bo'lsa, shu joyda xizmatini qilgan aka-uka, opa-singillarimizni Alloh taolo ajrini tuganmagan to qiyomatgacha qilib qo'yishini Allohdan so'rab qolamiz. Bismillah, alhamdulillah. Alloh taolo bunau kundalik sadaqaning bastauымен osini ұйымдастырып atgan jigitlarga Alloh bereket bersin deymiz. Alloh taolo әрдайым осы істің үстінде, жақсылықтың үстінде жарысуды нәсіп қылсын дейміз бәрімізге. Әзір міне 32 мұқтаж адамдарға арналған 2 этаждық мына жерден уақыт үй салынып жатыр. Иншалла сол мұқтаж адамдар осы жерде тұратын болады. Аллах мына бастап жатқан жігіттерімізге берекет берсін. Mana şu hayri ihsanlarını Allah özün dergahında kabul eyle. Allah'ım pekey perverdigar, özünü kılgen, senge kolu açıp kılgen dualarımızı kaytarmagaysan. Allah'ım mana şu kıladigan hayri ihsanını barakatlı kıl. Her bir insanını kıladigan mana şu hayri ihsanıga baraka ata et. Elimiz yurtumuz tinç bolsun. Mana Xudo xolasa Qozog'istonimizni yosh kelajak avlodlari shu ishlarga bosh uribdilar. Xudo xolasa xayrli bo'lishini Allohdan so'raymiz. Hammani el yurtimiz tinch bo'lsin. Alloh taolam qiladigan ishlarimizni muborak aylasin. Rabbina atina fid dunya hasanatan va axirat hasanatan va qina azoban. Allohu akbar.